Transport sohasida xavfsizlik va qulaylikni yanada oshirish, yuk va yo'lovchi tashish xizmatlarini takomillashtirish orqali qo'shimcha soliq bazasini yaratish mumkin. Bu borada viloyat transport boshqarmasiga yuklatilgan vazifalar ijrosi mas'ullar bilan o'tkazilgan yig'ilishda atroflicha ko'rib chiqildi. Yig'ilishda viloyat prokuraturasi, transport, yo'l harakati xavfsizligi, soliq hamda bandlik boshqarmalari mas'ul xodimlari, yo'lovchi va yuk tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxona rahbarlari ishtirok etishdi. Yig'ilishda amalga oshirilayotgan ishlar va mavjud kamchiliklar tahlil qilindi. Shuningdek, mas'ullar bilan Prezidentning ichki ishlar organlarining qo'riqlash sohasidagi faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan yo'nalishli avtobuslar hamda tez tibbiy yordam avtotransport vositalariga tashvish tugmalarini o'rnatish bo'yicha belgilangan vazifalar va ularni amalga oshirish choralari muhokama qilindi. Yig'ilishda barcha yo'nalishlarga 2 oy muddatda GPS qurilmalarini o'rnatish hamda ularni IVMS 2 dasturiga integratsiya qilish, shuningdek, paritet yo'nalishlarini joriy etish tartibi bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi. Viloyat prokuraturasi organlari tomonidan viloyatda yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2026-yilda yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, byudjetga qo'shimcha mablag'larni ta'minlash borasida 38 ta yo'nalishda jami 1 trillion 110 milliard so'mlik yo'l xaritalari ishlab chiqilib tasdiqlandi. Bu borada amalga oshirilgan ishlar natijasida joriy yil o'tgan davrda jami 136 milliard so'mlik qo'shimcha manbalar bo'yicha qayta hisobotlar olinib, shundan 105 milliard so'mi undirildi. Shu jumladan viloyatda transport va logistika sohasida ham yashirin iqtisodiyotni qisqartirish maqsadida 6150 ta korxonalarda jami 60 milliard so'mlik qo'shimcha manbalar aniqlanib, ushbu subyektlarga tegishli tartibda xabarnomalar jo'natilgan. Mazkur sohada amalga oshirilgan ishlar natijasida 3 milliard so'mlik qayta hisobotlar olinib, shundan bugungi kunda 1,3 milliard so'mi undirilishi ta'minlandi. Yo'l xaritasining mazkur yo'nalishlar ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatdagi transport xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan hozirgi kunda yig'ilishlar o'tkazilib, mazkur tashkilotlarga yo'l qo'yiladigan kamchiliklarni bartaraf qilish, faoliyatini qonuniy tus berish va soliq organlariga to'g'rilangan qayta hisobotlar taqdim qilish bo'yicha tushuntirishlar berildi. Kun tartibidagi yana bir masala litsenziya hamda tender talab shartlariga amal qilmaslik holatlariga nisbatan ko'riladigan huquqiy ta'sir choralari bo'ldi. Mutasaddilar tomonidan bu borada qonunchilik talablariga qat'iy rioya etish zarurligi tushuntirildi. Tegishli tashkilotlar bilan birgalikda viloyatimizdagi yo'lovchi tashuvchi korxonalarni yig'gan holatda ularga litsenziya talab shartlari va tender talab shartlariga amal qilgan holda ish faoliyatini olib borish, bundan tashqari o'z faoliyatlarida yashirin iqtisodiyotga yo'l qo'ymaslik, harakat xavfsizlik talablariga rioya qilishi bo'yicha keng qamrovli tushuntirishlar berib o'tildi. Bundan tashqari hozir kunda transport sohasida amalga oshirilayotgan rejalar, yil davomida qilingan ishlar bo'yicha tashuvchilarga tegishli hisobotlar berildi. Shuningdek, transport korxonalariga yo'l harakat xavfsizligi qoidalariga rioya qilgan holda faoliyat yuritishlari, ertalab transport vositalarini texnik ko'rikdan, haydovchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazgan holatda ish faoliyatini davom qildirishlari bo'yicha tushuntirishlar berildi. Yig'ilish yakunida mas'ullarga aniq topshiriqlar berilib, belgilangan vazifalar ijrosi ustidan qat'iy nazorat o'rnatilishi ma'lum qilindi.